Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun sizlar uchun qisqa video yozishga qaror qildim. O'ylaymanki, bu video orqali siz o'zingizga kerakli bugun natijalarga erisha olasiz. Uzoq yillik tajribalarimdan kelib chiqqan holda sizga aniq ayta olamanki, 2000 dan ortiq treyderlarni o'qitgan bo'lsam, bular orasida 95% xatolar bir-biriga o'xshash xatolar. Shuning uchun bularni bugun bartaraf etish bo'yicha gaplashamiz. Ikkita videodan birinchisi bu fundament. Keyingi videoda biz strategiya haqida gaplashamiz. Qanday qilib siz natijaga erishishingiz mumkin bo'lgan strategiyalar haqida gaplashamiz. Bugun harakat modeli sizni natijaga olib boradigan bir nechta yo'llar haqida gaplashamiz. Asosiy natijaga etishidan sizni saqlaydigan bir nechta kamchiliklar bor. Bu muammolardan biri siz o'zingizga nisbatan ishonchingiz kamligida. Siz qilayotgan strategiyalaringizga nisbatan ishonchingiz kamligida, siz hayot tarzingizga nisbatan ishonchingiz kamligida. Asosiy muammo bu ishonch. Nima uchun ishonch kam bo'ladi deyilgan savol beradigan bo'lsangiz, men bemalol ayta olaman. Bu yetarlicha tajriba yo'qligida. Siz balkim 5-6 yildan beri trading bilan shug'ullanasiz, 1000 dan ortiq strategiyani bilasiz, lekin bozorga kirayotgan vaqtingizda sizni psixologiyangiz buzilgan. Bu psixologiyani buzilishiga asosiy sabablardan biri qilayotgan ishingizda yetarli tajriba yo'q. Tajriba bo'lmaganligi orqasidan sizda ishonch yetarlicha emas. Endi buni qanday qilib kuchaytiramiz deyilsa, buni asosiy yechimi siz bitta strategiyani olasiz. O'sha bitta strategiyadan kelib chiqqan holda kamida bir 1000 marotaba takrorlash, o'sha setuplaringizni takrorlashni boshlaysiz. 1000 ta strategiyani orasida sizda hech bo'lmaganda bir 100 ta aniq точка входalaringiz bo'ladi. O'sha 100 ta точка входani olasiz, fokusingizni aynan o'sha 100 ta точка входaga qaratasiz. Oldingi tam 900 ta o'xshamaganini siz musorga olib tashlaysiz. Bu 100 ta точка входа orqali qilingan pluslarni, to'g'ri qarorlarni qanday qilib siz bu daromadga erishganingizga fokusingizni qaratasiz va yana aynan shu 100 ta o'xshagan сделкani yana 1000 marotaba takrorlaysiz. Bu juda ham oson aslida. Buning uchun sizga tam testerlar bo'lishi mumkin, demo shotlar bo'lishi mumkin va hokazo. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, qanchalik sizda takrorlanish kuchli bo'ladigan bo'lsa, sizda o'sha ishonch kuchayadi. Ikkinchi muammo bor, bu xohish. Mana hozir aytdik. 1000 ta сделкani qiladi, uni orasidan 100 ta o'xshagan сделкасini topib oladi va shu сделкani yana 1000 marotaba takrorlaydi dedik. Aynan shunga bo'lgan xohish treyderlarda juda ham kam. Bu takrorlanishni, ishonchni kuchaytirish o'rniga treyder har doim boshqa strategiyalarni o'rganish, boshqa bilimlar olish bilan o'z umrini o'tkazadi. Lekin shu takrorlanishni ko'paytirib, ishonchini kuchaytirishga bo'lgan xohishi treyderda past bo'lishi mumkin. Aynan bu xatodan siz qutuladigan bo'lsangiz, demak tabriklayman. Bugundan boshlab siz natija sari birinchi qadamni qo'yyapsiz deb aytishingiz mumkin bo'ladi. Uchinchi xatolardan biri bu harakat modeli. Harakat modelini boya takrorladim. Harakat modelida treyderda eng katta muammolardan biri bu ko'p strategiyalarni bilishi. Bir nechta strategiyalarni biladi, lekin ularni birortasidan to'laqonli foydalana olmaydi. Uni orqasidan sleeve depozita, psixologiya treydera, risk management qoidalari va hokazolar buziladi. Undan keyin qarabsizki, trader stress, depressiya shular orqasidan bozordan chetlashadi yoki o'ziga bo'lgan ishonchi pasayadi. Shuning uchun harakat modelini o'zgartirish kerak. Oldingi xatolarni yoki oldingi harakatlarni takrorlab siz yangi natijaga erisha olmaysiz. Shuning uchun harakat modelini har doim o'zgartirish kerak bo'ladi. 4-chi muammolardan biri qat'iyatsizlik. Trader $1000 orqasidan $1,000,000 ishlashni xohlaydi-yu, lekin millionta xato qilishdan o'zini tiymaydi. Qanday qilib $1,000,000 ishlash yo'lini o'rganish bu juda ham oson. Siz bitta strategiyani o'rganasiz va uni million marta takrorlaysiz. Bu hamma motivatorlar aytadigan gap. Lekin to'g'ri strategiya qayerda deb savol beriladigan bo'lsa, sizda $1000 depozit bor. $1000 bilan siz 3 oy davomida yaxshigina rezultat ko'rsatyapsiz. Va bu rezultat bilan любой o'zini hurmat qilgan va o'zini treyderman degan treyderning oldiga borasiz. Xo'sh, kim bo'lishidan qat'iy nazar, o'zini обучающий kurslari bo'lsin, kurslari bo'lmasin va hokazo. To есть shu tradingni noniyatgan odam oldiga borasiz, 3 oylik rezultatingizni ko'rsatasiz, sistemani isbotlab berasiz va $1000 ga nisbatan $1000 investitsiya jalb qilasiz. O'zini treyderman deb tradingni nonini yeb yurgan har bitta treyder sizga $1000 investitsiya qila oladi. Chunki sizda 3 oylik natija bor. Nima uchun siz $10,000 so'rashingiz kerak emas? Nima uchun $100,000 so'rashingiz kerak emas deyilgan savolga siz $1000 boshqarayotgan holatingizda boshqa birov berayotgan 10,000, $100,000 sizga cheksiz pulday ko'rinadi. Va siz lotni ko'paytirishni boshlaysiz, risk management qoidalariga amal qilmaslikni boshlaysiz, strategiyalar buzilish orqasidan siz sleeve depozitga qarab borasiz. Bu tajribada sinalganligi uchun buni bemalol ayta olaman. Nima uchun $1000 qabul qilish kerak deyilsa, $1000 ga nisbatan miyamiz yana $1000 qabul qilmaydi. Buni ortiqcha yuk deb hisoblamaydi. Bu siz uchun norma.
miya bu narsani mensimaydi. O'shaning orqasidan sizni katta depozitga yo'naltiradi. Katta depozit bu katta javobgarlik. Shuning uchun katta javobgarlikni kichkina qadamlar bilan boshlash kerak. Avval $1000, keyin $2000, keyin $4000, keyin $8000, keyin $16000, keyin $30000 va shu tariqa siz $100,000 boshqaruvga borishingiz mumkin bo'ladi. Buni hammasi sizdan ishonch, xohish, harakat, qat'iyat talab qiladi. Va bularning hammasiga erishish uchun sizga 5-muammo bor. Fokusni to'g'ri joyga yo'naltirish kerak. $1000 bilan million ishlayman emas, $1000 bilan millionga qarab boraman degan fokus bo'ladigan bo'lsa, unda siz strategiyaga ham fokus qaratasiz, xohish istagingizga ham fokus qaratasiz, harakat modelingizni o'zgartirishga ham fokus qaratasiz va o'sha qat'iyatingizga ham fokus qaratasiz. Fokus treyderda buzilishining asosiy sabablaridan biri bu ko'p bilimi borligi, o'ziga ishonchi kuchliligi, bu rasfokusirovkaga etadi. Nima uchun o'zingizga nisbatan ishonch kuchli bo'lmasligi kerak degan savolga men quyidagicha javob beraman. Sizni ishonchingiz ko'pligi bu sizni boshqarilishingiz osonligidan dalolat. Sizda sistema bo'lishi kerak ishonchga nisbatan. O'sha sistemani boshqarishda ishonch sizda kuchli bo'lishi kerak, strategiyaga emas. Keyingi asosiy masaladan biri bu treyderda maqsad noaniqligi. Boya aytib o'tgan rezultatlarimga erishish uchun birinchi bo'lib siz qaror qabul qilishni o'rganishingiz kerak. Qaror qabul qilganingizdan keyin siz aniq reja tuzishingiz kerak. Bu rejadan kelib chiqqan holda harakat modeli tuzishingiz kerak. Harakat modelidan kelib chiqqan holda sizda natija bo'ladi. Boya aytib o'tdim. $1000 bor, 3 oy davomida siz savdo qilyapsiz va bitta treyderning oldiga boryapsiz, investitsiya qabul qilyapsiz. Kerak emasdan yaqinlardan yoki investor topish, siz aynan shu sohada non yeyotgan treyderning oldiga borasiz, $1000 ga nisbatan $1000 bemalol boshqaruvga olishingiz mumkin bo'ladi. Ofisiga borib ishlaysizmi, uyingizda o'tirib ishlaysizmi? Bu keyingi masala. Aynan mana oldimga 3 oy, 6 oylik standartning sistemasi bor treyder keladigan bo'lsa, men bemalol depozitiga nisbatan depozit ajrata olaman. Shuning uchun sizda shunaqa maqsad bo'ladigan bo'lsa, bemalol Razon Traders jamoasining oldiga kelasiz, razbor treyder bo'lsin, любой bitta loyihamiz orqali siz bemalol kira olasiz boshqaruvga, upravleniyaga pul olishga. Ana endi sizga natija bo'lgandan keyin siz har doim u natijani tahlil qila olasiz. Qayerda kamchiliklaringiz bor, qayerda yutuqlaringiz bor, aynan o'sha kamchiliklaringizni chetga surib qo'yib, yutuqlaringizga fokusingizni qaratasiz. Mana bu tahlil. Tahlil orqasidan siz har doim takrorlay boshlaysiz. Hamma qilayotgan ishlaringizni. Qaytadan musorlarni, o'sha xato kamchiliklarni takrorlamaslikka qaror qabul qilasiz, yangi reja tuzasiz, chiqqan natijaga nisbatan undan keyin harakat modelini tuzasiz. Harakat modelidan kelib chiqqan holda siz yangi natijaga erishasiz. Buni yana tahlil qilasiz, yana xuddi shu holat. Qancha bu takrorlanish sizga kuchayadigan bo'lsa, shuncha effektivnost ko'payadi. O'zimdan kelib chiqqan holda aytaman. 2008 dan beri bozorda savdo qilayotgan bo'lsam, 2018-yilga kelib o'zimni professional trader deb tan oldim va bularga sabab bo'ladigan bir nechta punktlarim bor. Birinchisi bu nima? To'g'ri va aniq ishlaydigan strategiyani mana shu 10 yillik tajribam orqasidan o'zimga oldim va 18-yildan boshlab o'zimni professional trader deb bildim. Nimaga? Chunki mana shu 10 yil davomida 1000 dan ortiq strategiyalarim bo'ladigan bo'lsa, ularning ichida 10 mingdan ortiq точка входalarim bo'ladigan bo'lsa, ularni tahlil qilishni boshladim. Tahlilim orqasidan bildim. Men uchun ishlaydigan bozorda 4 ta harakat bor. Impuls harakat, откат, зеркальный retest и накопление. Bu retestlar hammasi. Bozorda bor instruksiya mana shu. Bozorning strukturasi shulardan iborat. Takrorlayman. Impuls движения, откат, retesты и зеркальный retest. Всё, boshqa narsa yo'q. Nakopleniylar, bularning hammasi siz uchun bir aniq sistemani yarata oladi. Shuning uchun qancha takrorlanish kuchayadigan bo'lsa, sizda effektivnost ko'payadi. Ketdik dalish, tizim. Ko'pchilik treyderlarning asosiy fokusi bu strategiyaga qaratilgan. Va sizga bugun aytishim mumkin. Strategiya bu sizni natijaga olib boradigan bor yo'q 10% harakat. Risk management. Risk management sizga natijaga olib boradigan 20% harakat. 70% harakat sizga faqat psixologiya bilan bog'liq. Psixologiyani siz oldingi mavzular orqasidan siz bilib olishingiz mumkin va kuchaytirishingiz mumkin. Ishonch, harakat, reja, takrorlanish, tahlil bularning hammasi sizni psixologiyangizni kuchaytiradi. Strategiyani 1000 tasini bilish bu sizni natijaga olib boradi emas. Bitta strategiya sizga yetarli va bularning takrorlanishi orqasidan siz psixologiyani kuchaytirishingiz mumkin bo'ladi. Strategiya 10% bo'ladigan bo'lsa, siz o'zingizga kerakli bir nechta punktni olishingiz kerak. Birinchisi bu trend, ikkinchisi bu stop, uchinchisi bu take profit, to'rtinchisi bu точка входа, beshinchisi bu sessiya, oltinchisi bu ATR,
yettinchisi bu investorskiy мышление. Mana shu sizni strategiyangizda 7 ta punkt обязательном порядке bo'lishi mumkin. Bilamiz. Trend 3 qismdan iborat: o'suvchi, tushuvchi va боковой. Shunga qo'shimcha sifatida siz olasiz tam разворотный modeli и продолжение trenda modellarini qo'shasiz, bo'ldi. Любой strategiya sizga ishlaydi. Stop take bu oddiy holatlar. Sessiya atayar ham bu oddiy narsalar. Shuning uchun strategiyani 100% fokusi mana shu 7 ta punktda bo'lishi kerak. Investorskiy мышление dedik. Investorskiy мышление bu nima? Nima uchun aynan shu точка входaga kirishim kerak? Nima uchun aynan shu instrumentni sotib olishim kerak? Aynan shu savolga javob berilsa, investorskiy мышлениеni 10% javobini berdingiz degani. Bozorda aynan men sotib olayotgan joydan kim sotib oladi? Kim sotadi degan savolga to'g'ri javob berish bu sizni natija sari olib boradigan qadamlardan biri. Чистка мусоров. Eng ko'p treyderlarni qiladigan xatolari bu ortiqcha vaqt o'ldiruvchi instrumentlari bo'lganligida. Bu ko'p strategiyalar, ko'p treyderlarni orqasidan kuzatishi, tam har xil signal kanallar, har xil tam bilimlar keladigan istochniklar bu ortiqcha treyderni fokusini buzadigan modellar hisoblanadi. Shuning uchun tam чистка мусоров. Bugundan boshlab sizda bor signal kanal, Telegram kanal, ortiqcha informatsion kanallarni hammasini udalить qilish. Instagram, Telegram, без разницы, YouTube hammasidan отписаться qilish. Restart berish. Restartsiz hech qachon siz yangi natijaga olib bormaysiz. Shuning uchun sizda yangi harakat modeli qaror qabul qilishdan, reja tuzishdan, harakatdan, natijadan, tahlildan va takrorlanishdan iborat bo'lishi kerak. O'ylaymanki, bu video sizga manfaatli bo'ldi. Keyingi videoda biz strategiyalar bo'yicha gaplashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling.